Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, vatandoshlar, do'stlar, og'aynilar. Mana bugun biza Rossiya Federatsiyasidan turib Toshkent Hot Energy kompaniyasiga kater zakaz qildik. 25 kilovatlik bugun yo'l ochyapti. Allohga shukr. Olinglar, o'rnatinglar, ishlatinglar. Hot Energy deb sog' bo'linglar. Rahmat hammalarga. Assalomu alaykum. Bunda xonadon 25 ta chiqib turibdi, orqasida o'zini ikkita quvuradigan narsasi. 25 Lights Plus pasportda kontrakt ko'rinishi.